Assalamu alaikum qarindoshlar. Hamda hozir bosh ministerni saylamini elib boramiz. Davlat raisi G'ulom Usmon apandim ko'rsatgan ikki kandidat, birisi Salih Xudoyor, birisi Hoji Mamudkam. Shunga avvalgi o'xshash birdan bilan tashlaymiz. Now we're going to have voting for the Prime Minister. The two appointed individuals are Mr. Salih Xudoyor and Mr. Hoji Mamud. Aldı bilen Salih Xudoyor bir 5 minut özünü tanıştırdı. Now we invite Mr. Salih Xudoyor give us a short speech. Assalamu alaikum, barlık Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Hammanglarga ma'lum, men Salih Xudoyor. Ben şahsen o'zim qarashgan qilsam, o'zimni bu bosh ministr nomzodiga salohiyatim yo'q deb ko'rdim. Lekin o'shadagi milletvekilining ko'p qismi va xalqimizning ko'p qismi meni boshqa chiqishga to'g'ri ko'rganlik uchun men bu vazifadan qachay desammi qachanmaydigandek turman. Hamda meningki bu surgun hukumatga kirishdan burunmi, hatto bu ikki janoyazi Sharq Turkistonga mustaqillik qilish da'vodan burunmi men necha yillardan beri surgun hukumatni va butun barliq Sharq Turkiston tashkilotlarini kuzatib kelayotgan bir kishi hamda o'qish hayotimdami bizniki mustaqilligimizni qanday qo'lga keltirish, ya'ni hozirgi xalqaro siyosatning ostida bizniki, ya'ni davlatimizni asliga keltirishninki yo'lini izlayotgan birlardan deb hisoblayman. O'qish jarayonimda endi shu o'qiganim kasbim xalqaro munosabatlar siyosat bo'lganligi uchun men mavjud tashkilotlarni kuzatib boqmadim. Har qanday tashkilotlar bo'lgandan keyin hammasini o'zimcha bo'libmi cho'ng tashkilotlarni kuzatib o'tgandim va bizningki Sharq Turkiston xalqininki bo'lib muhojiratliklarniki bir surgun hukumati bo'lishininki muhim ekanligini tunib yetgandim va mustaqillik davosimizni qilish ekanligimiz eng muhim ekanligini tunib yetgandim. Chunki bizningki mustaqil davlatimiz bo'lmay turib, doim deb kelayotganimdek, bizningki kishilik huquqimiz yoki erkinligimiz va yoki boshqa narsalarimiz bo'lolmaydi deysiz qarindoshlar. Agar bizningki kishilik huquqimiz yoki boshqa narsamiz bo'lgan bo'lsa, biz bu yerda men bu yerda so'zlab o'tamaydim. Men yana shu o'zimniki Sharq Turkiston vatanimda o'zimniki tuqqanlarim bilan xushal yashar edim. Balkim chet elga chiqqan bo'lsam, shu o'qish uchun yoki sayohat qilish uchun chiqar edim. Bu yerda sargardondek hayot kechirish uchun emas. Meniki maqsadim men Amerikaga chiqqan vaqtdami, oilamnikilar bo'ladi, atrofimnikilar bo'ladi. Men Amerikani yomon ko'rganligim yoki nima qilganligim uchun emas. Ammo har kishiga o'zining vatani, o'zining yurti issiq va eng suydigan narsa shu har kishiga. Shuning bilan men bir yil Amerikaga kelib, bir yil kichik vaqtimda 7 yosh vaqtimda keldim. Kunda men ketaman deb chamdanimni solib qaylab chiqdim. Ota-onammi meni akiltib, nima qilib, voy bor kitimiz ato'gin kitimiz deb aldab achirdi yana. Bu shunday o'tdi. Hayatımda mobiliyada ben her qanday qadam so'raytesam, lalik desam Sharq Turkiston
kızam bu Şarkı Türkistan nerede? Dep onu düşündürüştüm mu? Bir taraftan faxrlandım, yan bir taraftan içim nima qilib ketdi. Chunki xayriyatga qarasak davlatimiz yo'q. Hammadamniki davlatim men mayadan keldim, ayadan keldim deb o'quvchi bolalar deyaladi. Ammo men davlatimdan desa men Sharq Turkiston, ammo biz Xitoyning ostida deb aytdim. Men bu meniki kelagisimniki, balalarimniki, avlodlarimniki mendek shunda sargardan hayot yaşamaslik uchun, yani o'zininki davlati bo'lishlik uchun va bu shundoq ammiyari chechilib ketmasligimiz uchun bizniki davlatimizni asli keltirish uchun men kichik vaqtimdan nilam tatib men bu nishonga qilgandim. Ammalarga ma'lum men o'zim shu qo'mondan bo'lish niyatim bor. Jang qilib vatanni ozod qilish niyatim bor. Lekin taqdir uningga yo'l qo'ymadi. Amerikada askarlikni qilgandim. Ammo börkimde çatak bo'lganlik uchun vaqtida qisqa mezgilda ayrılışga majbur bo'ldim. Ondan keyin o'ylandim men nima ish qilaman deb. O'ylanib dedim, bo'pti, siyoset o'qay dedim. Siyoset o'qidim. Chunki biz xalqaroniki bizni qanday qo'llashini qanday qo'llashini kelishtirish uchun men kirish yo'l izlaylab qildim. Chunki bizga kuchli davlatlar bizga yordam qilmasa, bizningki o'zimizni qutqizishimiz sal tas. Tuning mau Scott Gibbons efendim degandek, bu yerda reallik bor siyosatda. Mustaqillik nasl keltirish uchun mayli Amerikaniki bo'lsin, mayli boshqa davlatlarniki bo'lsin, sirtdan ular başta bizning xalqidan, uningki sirtdan boshqa bir kuchli davlatlarniki yordami bilan, himoyasi bilan shunday qilgan. Masalan, Amerika Fransiyaniki yordami bilan Amerika davlat qurilgan. Bo'lmasa Fransiya u vaqtda yordam qilmagan bo'lsa Amerikaga, bugungi Amerika bo'lmaydi bu yerda. Shuning bilan bizmi g'arb davlatlarini bizningki da'vosimizga, haqiqiy da'vosimizni tunishtirish uchun yo'lni qildim. Nurg'un tashkilotlarga xat yozdim. Hammasiga dedim men sizlarga bekorga ishlab beray. Ammo mening shartim mustaqillik deyishimiz kerak. Chunki bizning davlatimiz bo'lmasa hech narsamiz bo'lmaydi. Biz bu kishilik huquq deb o'tsaq, siyosatda davlatlar buni albatta yuz turanida kishilik huquq bilan biz nima qilamiz deydi, ammo amaliyotda o'zining manfaatini o'tirib qo'ydi. Daim iqtisodiy manfaat va davlatning milliy manfaati uning to'g'ri kelmaydi. Va kishilik huquq bilan bekning qilib ketmaydi. Manfaat qaraganlik uchun biz Sharq Turkiston xalqi o'zimizningki manfaatini bularning manfaatiga to'g'ri keltira oladigan bir da'vo qilishimiz kerak deb nim qildim. Va hozir 2017da 2016ning oxirisida meniki bachelor thesis-imda bir policy proposal, strategiya tuzgandim. Amerikaningki Uyg'urlarga, Sharq Turkistonga qo'llab Xitoyga qanday qarshi tura oladigan to'g'riliq nimani yozgandim, men bir munchalik aytgandim. U vaqtda nima uchun yozgandim desanglar, 11-oyda yozgandim. Trump saylanib bo'lgandan keyin. Trump saylanib bo'lgandan keyin Amerikaningki yana bir qadam menayotganligini ko'rib, bizga fursat keladiganligini. Chunki men hozir mishlaman, bizga fursat bor. Hozir g'arb dunyosi Xitoyni dushman deb tunishga boshladi. Va bundan biz foydalanmasak bo'lmaydi. Va bu g'arb dunyosimi bizmi haqiqiy arzusimizni o'tirib qo'ymasak bo'lmaydi va ularningki sistemaga moslashib, birlikda hamkorlashib, o'rtaq dushmanimizga qarshi turishimiz kerak. Shuningga men bu hukumatningki qaytadan jonlanib chiqa men 4-oyda chiqgandim. Hatto undan burun bu hukumatni jonlantirish uchun men tashviq qilgandim, haqiqat degandim bu hukumatni nima qilishimiz kerak, hukumatning ishida bo'lmagan taqdirda. Shuningga men qo'limdan kelganini yozib, qo'limdan kelganini qildim.
meyli töhmet kıyğanlar bolsun, meyli jideller bolgan bolsun, meyli düşmenlikini kıyğan bolsun, men bunu yolumdan vazgeçmedim. Biz vazgeçmesek lan, izchil davam kıla alasak lan, biz çokum galip kılımız öz karandaşlar. Maksat bizde başta üzümüzün tunuşumuz gerek. Öz vaxtida men dedim, biz üzümüz devletimizni Şarkı Türkistan deb tunasak, biz korkmay mustaqillik talep qilamiz desak, ondan keyin Amerikalıqlımı, başka gariplikimi bunu tunayışqa başlaydı. Bizni qo'llaydiganlarni chiqadi va bu yo'lni qo'llaydiganlarni chiqadi. Xuddi bugun va ichilishda bir necha Amerikaning arboblari kelgandek. Masala bizda. Doim deb kelyapman. Biz o'zimizga ega chiqmaguncha boshqasi bizga ega chiqmaydi aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz kuch chiqargandan keyin, ondan keyin moli tiq o'lmabdi. Moliga to'g'ri pokiz bo'lsa, moliga mablag' solsak, bizningki yüzümüz, mablag'imiz ziyon bo'lmaydi, keyin foyda chiqadi deb, ondan keyin xuddi tijoratchilarmi bir ishga mablag' solsa, foydasini ko'zlaydi-ku. Siyasetmi shundoq. Foydasi ko'rinmasa, bir kishi, bir davlat bizningki da'vosimizga mablag' solmaydi. Ularga foydani ko'rsatish uchun biz tuzuk bo'lishimiz kerak. Biz iş qilishimiz kerak ve davani to'g'ri anlatishimiz kerak ve ularga prinsipimizdan voz kechmay. Prinsipimiz nima? Davlatimizning ismi Sharq Turkiston, nishonimiz mustaqillik. Ondan başka bu prinsipni tutgan taqdirda boshqa narsani bular bilan muzokiralashib, boshqalardan yordam olsak, ondan keyin bu ishni hal qila olamiz. Meniki va'da qila oladiganim, o'tgan yilmi chiqishdan burun va'da qilgandim men. Bir yilgacha dedim men. Bir yilgacha biz boshlasak, media oldimi Sharq Turkiston deyishga boshlaydi. Biz chiqsak Amerikaliklarni Sharq Turkiston deyishga boshlaydi. Va men dedim, bir yildan keyin umumiy xalqimiz mustaqillik deyishga boshlaydi dedim. Birmuncha odamlar bunga ishonmadi boshda. Boshda bunga ishonmay, yani şu bizning gapini qilib, saramlab baqdi, nindab baqdi, undab baqdi, bundab baqdi. Ammo hozir butun hammiyadagi xalqarodagi Uyg'urlarni nim qilsak, %90% mustaqillik deydi. Medialarni qarsanlarmi, burunqidek, ama Xitoyning rezil atalg'ini ishlatgan taqdirdimi, yana bir yerida u bir artikul yasa, bir xabar chiqsa, burun bu Uyg'urlar, bu Sharq Turkiston xalqi Şirketim Cumhuriyet kurgan idi deb yezishga başladı. Buni hamma adam kirayotidir. Ve to'g'ri anlatganligimiz uchun Amerikaliklarni bizni qo'llashga başladı ve davomizninki to'g'ri ekanligini tunidi va tunyapti. Masala bizda, doim da'vatman bizda masala. Boshqalarda emas. Biz nim desak shuni aytdi. Chunki Tibetliklarni hech bir vaqt Tibetliklarni g'arb dunyosi shizam demaydi. Nima uchun? Chunki Tibetliklar bizning vatanni shizam deganlik uchun. Bizningki burunqilar Xitoy Xinjiang deb basimi, biz uni qarshi turmaganligimiz uchun Amerikaliklarni Xinjiang davasimi, bular urdi, ishni bo'lmaydi, ashunda deb qo'ydi deb ma'qul deb ko'rganligimiz uchun ashunda atalga hozirgacha turilib qoldi. Ammo asta-asta buni o'zgartimiz inshaalloh. Meniki bu 4 yilda va'da bera oladiganim, inshaalloh bu 4 yil ichida bizning Sharq Turkiston Cumhuriyetini, davlatimizni g'arb davlatlarininki bir qismlarida ishg'oliyat ostidagi bir davlat, ya'ni bir zamin ekanligini e'tirof qildirish uchun tirishman. İkincisi, Sharq Turkiston'daki bu zulümni, irqiy qirg'inchilik. Yani kültürel, medeniyetlik qirg'inchilik emas, resmi irqiy qirg'inchilik ekanligini e'tirof qildirish uchun tirishman. Va hukumatimizni, Sharq Turkiston so'rgindi hukumatini texmi ko'p rivojlantirib, texmi ko'p e'tirof qildira oladigan xalqarodagi bir qism davlatlarninki qo'llashiga erisha oladigan erishishga tirishman. Hamda kechirsizlar, meniki Uyg'urcham sal gacharoq, ammo meniki bor
Amerika çoğun boğalıqım üçün bazı tefekkürüm İngilizce buldu. Şunun için ben Uygurca tarjım kılıp sal malumatan çıkıp kaldı. Şunun kusur tapmagaysızlar. Ondan keyin sizlardan kütüdüğünüm. Ben yaş, mening hatalıqım var. Meniki aldaraqsallıqım var. Meniki huyum var. Ama men bunu tuzatish uchun tirishayapman va sizlarmi sabr qilib turishinglarni umid qilaman va meniki xatoligim bo'lsa meni maqtamanglar, meni nim qilmanglar. Xatoligim bo'lgan vaqtda xatoligim bor deb isbotni ko'rsatsanglar men xatoligimni e'tirof qilaman. Men o'zimni tuzish uchun tirishman, chunki hamma ish o'zimizdan boshlaydi. Biz o'zimiz tuzuk bo'lmasak, millatimiz tuzuk bo'lmaydi, davlatimiz tuzuk bo'lmaydi. Shuning uchun hammamiz o'zimiz qarab bir-birimizga aynak bo'lgandaki xatoligimiz bo'lsa, xatoligimizni bir-birimiz ko'rsatishimiz kerak. Shuningga sizlarnikimi xatolik, meniki xatoligim bo'lsa, ko'rsatishinglarni talab qilaman. Ba'zida gap anglamaydigan qilib qolsammi, yana deyishinglarni, yana qaytadan takror qilib deyishinglarni umid qilaman. Chunki endi men vaqtida ijro qilmasammi, gap anglamasam, yana men keyin yetib qilgan vaqtimda kechda yana o'ylayman. Men bugun nima ish qildim? Kim bilan birisi bilan urushdimmi, urushmadimmi, nima dedi? Uni o'ylab o'tiraman. Bundan keyin qanda o'zimni tuzukroq odam qila olayman, bundan keyin qanda ishni tuzukroq yurishlarim deb. Hamda so'zimni ayrılashtiray. Hamma Alloh rozi bo'lsin. Biz bu hükümetni güçlendirish uchun qo'limizdan har qanday ishlarni qilamiz va xalqimizniki bu hükümetni güçlendirish uchun kuch chiqarishini va barliq Sharq Turkiston xalqininki o'zininki qila oladigan harakatni qilishini umid qilamiz. Qo'limizdan nima ish kelsa shuni qilaylik qarindoshlar. Zulmni anglatish uchun nima bo'lsa, qo'limizdan nima keladigan bo'lsa, shuni bilan qilib, baylarimiz bo'lsa, iqtisod bilan kurash qilaylik. Bilimliklar bo'lsa, bilimimiz bilan kurash qilaylik. Yoza oladiganlar yozish bilan, o'qiydiganlar o'qish bilan hammamiz ishimiz o'zimizga tegishli ish qilaylik. Rahmat. Qarindishimiz Salih Xudoyor rahmat. Thanks for Mr. Salih Xudoyor. Navbatda qarindishimiz Haji Mahmud akamni so'zga taklif qilamiz. Now we invite Mr. Haji Mahmud to give us the speech. Assalamu alaikum, aziz qarindoshlarım, sabtaşlar. Assalamu alaikum, barliq Sharq Turkiston xalqi va muhojirlik barliq Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Assalamu alaikum, ketirlik mehmonlar. Hammanglarga Allohning go'zal salomi bo'lsin. Chin dilimdan hammanglarga salom yo'llayman. Oldi bilan Sharq Turkiston muhojiratda Sharq Turkiston sürgünde hükümetini bundan 15-16 yıl burun kurup çıkıp ta bugün kunga çok sırtın düşmanın bu kurganga hücum kılıştın to'saq mush darajaga ekkagan barliq vatanparvar qarindoshlarımızga, sabdoshlarımızga ko'rsatgan xizmatlarga cho'nqur haq beraman, ularga hurmatimni bildiraman va bu sürgünde hükümetninki bundan keyin bu bizning qo'limizdan texmo ko'p avlodlarning qo'lida rivojlanib ketishini degan maqsadga yetishini tilakdoshlik bildiraman. Bu jihatda ko'plik rolni o'ynayman. Bu birinchi fikr. Ikkinchisi, bu qitimqi 8 qitimlik sürgün hükümetninki oliy qurultay saylimida prezidentlik saylimga saylanib chiqqan qarindishimiz, do'stim G'ulom Osmon apandininki mushundaq muhim jiddiy vazifaga meni taklif qilganligiga va men ishonganligiga rahmat aytaman.
Üçüncüdün, ben siyasi cihette xuddi prezident bana işengendek, işencilik ve tecrübelik ve bir ömür vatan yolunda doğru nişanı boylap menip kelgen. Kıska bir misal alsam, bundan 40 neçe yıl burun yaş vaktimizde biz vatanda Şarkı Türkistan'ın müstakillikten başka çıkış yolu yok diye kararını kıp bolgan. Ve şu yolda vatan içinde biz her kandak dostlarımız bilen ideologiya cihette taş tartış kılmaydık. Bu küçük bolgan meseleydi aldığımızda. Bizim taş tartış kılığımız bunun degen kandak kılıp vatanı kurdurumuz diyen emni çağrını oylattı. Çetel bunun hoşumaydıkken çetelde biz ideologiya görüşünün ağzı kıça kutlanmadığımız, daha emni hareket basışı ötenmadığımız. Bu hafta bizim kemçiklerimiz, yetersizliklerimizin ait köp. Şarkı Türkistan halkıdan, muhaccet barlık kırdaşlarımızdan bu cihette vazife ornayanmağalıkımızın özür dileymen, keçirim sorayman. Hem hazır vaziyet burun okşumaydı, siyasi meydanla küpayı kılmaydı. Yani bunun ıhtar ketidi. Ben bilen bile tallangan ilimiz Salih Xudayar'nınki Şarkı Türkistan sürgün dökümümüzün kelgüsü işlerde tekmicik töpü koşarlığa işinimen ve Salih Xudayar'nınki ağıksı turup muşundak bir yaş ballını kemçiklerini tüzütüp iteklep hükümet tekmicik hizmet kıldırışıga yakında yerleşti boğalıkını üzerinden baş ministerlik vazifesiyle karayım. Şuna köpçülükte ben üzerimde bir adli cançıya dep ilan kılımen ve bunun din kim bu? Adli cançılık rolan boyunca adli keger hizmetini kılımen vazifini şu adli cançılığın içindeki bir yani o olun yani dep karab bunu kılımen eğer köpçülük saylam arkalık bilet taşaş arkalık imtisaplı boludu. Benim arzuyum ben üzerimde layakatli, siyasetin layakatli karayman, ıhtar cihetten, yaş cihetten, kelbisi cihetten Salih Xudayar'daki ilimizni kollayman. Rahmet emanet. Qarindoshimiz Haji Mahmudga rahmat. Thanks for Mr. Haji Mahmud. Endi qarindoshlar, Bosh ministerlikqa bilet tashlaymiz. Now we will vote for the Prime Minister.
Başlı muğallı bağlı. Başlı muğallı yandaşla bağlı. Torniküne dengeliyorlar. Torniküne. Evet, Osman Torba. Ben tutuyorum. Tornik kaç adam bu şu nefes alıyor?
telgraf çıkmış. Cumhuriyet'in bir şey olmuş olan Gök bayraklar, o bayrağı sanılması. Evet. Kırmaniye'de yok mu? Kırmaniye'de yok mu? Milli top 5.000 çok gizli tutmuştu o zamanlar. Kursiye o zaman şey yapmasın diye gizliden şeyden bir şey. 2025 yani evet, birkaç tane yarbay yarbaylar subaylar bizim ordumuzu geliştirmek için evet, yarbay majors. Lieutenant Colonel, yarbay. Lieutenant Colonel, yarbay, albay. Qarindoshlar, saylamning natijasi chiqdi. Qarindoshimiz Salih Xudoyor naq maydonda tashlagan biletdan 13 ga, to'rda tashlagan biletdan 5 ga erishdi. Qarindoshimiz Hoji Mahmud qog'ozdan naq maydonda tashlagan biletdan 4 ga, to'rdan tashlagan biletdan tashlaganlar yo'q ekan. Shunda bo'lgan chog'da jami tashlagan bilet 22, Salih Xudoyorning olgan bileti 18, Hoji Mahmud Kamning olgan bileti 4. Shunda bo'lgan chog'da qarindoshimiz Salih Xudoyor bosh ministr bo'lib saylandi. We have here Salih Xudoyor got a paper vote 13, online 5. Mr. Haji Mahmud Salih, Mr. Haji Mahmud got 4 votes in a paper and 0 online. Total vote is 22. Therefore, Mr. Salih Xudoyor won the Prime Minister position as an East Turkestan government in exile.
Endi növbet kıldıgan işimiz Salih Hudayer devlet reisinin, devletin mavi reisinin, parlamentin reisi, parlamentin mavi reislerinin ortak yardım kılışı, mesele işi arkalık kabinetini kurup çıkalım. Kabinetini kurup çıkandan keyin endi gizem e'lon qildim. Buni tamoqdan hozir tamoq vaqti bo'ldi. Tamoqdan keyin Salih Hudayer ma rahbarlar maslahat orqali kabinet e'lon qildi. Shuning bilan bizning saylovimiz g'arblik tamomlangan bo'ldi. Shunga hozir tushlik tamoq vaqti. Qani marhamat. Şöyle deyimiz tamoq yeb qo'ydik. Hozir soat 1 bo'ldi. Salih Hudayer o'zining kabinetini e'lon qildi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now, newly elected Prime Minister Mr. Salih Hudayer announce the cabinet members. Let's welcome Salih Hudayer. Assalamu alaikum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hamda shu kunlarda Sharq Turkiston Sürgün hukumatiningki 8-navbatlik qurultayini ijab saylovlarni qilib keldik. Sherdagi parlament a'zolarimiz va bilan arkadaşlardagi parlament a'zolarining ko'p qismi meni mushu bosh ministerlik o'rniga loyiq ko'rganligiga va bu vazifani menga berganligiga rahmat aytaman. O'zim bu vazifani qo'limdan kelishicha loyiq oldi bilan davlatimizningki va millatimizning manfaatini tutib sharaf bilan xizmat qilishimga qasam qilaman. Endi hükümet kabinetning a'zolarini qurish jarayonida biz o'ylashdik, amaliy xizmat jarayonida tajriba to'liqlaydiganligimizni o'yladim. Shuning bilan hozircha eng muhim bo'lganlarni tayinladik. Ikki qonun bo'yicha bosh ministerninki ikki yordamchi baş ministerleri buladı ekan. Shuningga men hamda yoshlashtirish uchun bu hukumatni va yangi kishilarni bu hukumatga yangi yuzlarni yangi kishilarni achirish bilan bu hukumat mangdirish bilan Adil Abbas efendimni Kanada'daki Adil milletvekili Adil Abbas efendimni bir ma'un bosh ministerligiga tayinlayman. İkincisi qarindishimiz hamda bu yerda bo'lmasimi bizi motor orqali qatnashyotdi. Qarindishimiz Fransiyadagi milletvekilimiz Mirqodir Mirzat efendini yan bir ma'un bosh ministerlik vazifasiga tayinladim. Hamda ichki ishlar ministri kelgan chog'da aramizda hamda ichki ishlar ministrininki so'zi yumshoq, irodasi chin tura oladigan va har kishilar bilan, har qanday kishilar bilan yaxshi inoq ittifoq o'talaydigan birisininki bo'lish kerak ekanligini bilib, necha oyning yozi kuzatib kelgan bir qarindishimiz bor. Hamda shu aramizda ham nima qilayotgan, hammadan bilan inoq ittifoq o'tayotgan. U bo'lsa-mu Shvetsiyadagi Nur Ahmed Qurbon efendimni ichki ishlar ministerligiga to'g'ri ko'rdim. Shvetsariya. Hamda qolgan
kishilarni biz yana o'ylashyapmiz. Yana bir so'zni unutib qoldim. Tashviqot ministrini hamda tashviqot ministrligi biz uchun nihoyat muhim bo'lganligi uchun va bunga jiq vaqt ketadiganligi uchun biz qarindishimiz Kanadadagi qarindishimiz Hashimjon Turaq apandimni tashviqot ministrligiga to'g'ri ko'rdik va buni qabul qilishga hamda qolgan hükümet bayonotchisini aramızda hamda hükümet bayonotchisi so'zi ravon bo'lishi kerak va qalami kuchli bo'lishi kerak. Shuningga biz qarindoshlarimizninki mishadiki boshqa parlament a'zolarining tavsiyasi bilan bo'libmi parlament raisininki, ma'mur raisininki va boshqalarning tavsiyasi bilan Germaniyadagi Olimjon Mehmet apandimni hukumatninki bayonotchisi deb tayinladik. Hamda qolgan ishlarni, hamda qolgan vazifalarni keyincha yana birisi biz yana bir nima tayinlaylik tabii deb o'yladim. Kultur va ma'rif ministrligini hamda o'qigan bilimlik professor ladin aramizdagi shulardan tanlab chiqaylik dedik. Hamda madaniyatimizni obdan tushunadigan kishilar bo'lishi kerak deb o'yladik. Shuning bilan biz Yaponiyadagi millat vakilimiz Mehmet Litip apandimni kültür va ma'rif ministriga tayinladik. Hamda bayon degandek qolgan kabinet a'zolarini amaliy xizmat jarayonida tajribiy tuzuqlaydiganligimizni bildirdim ve inşallah şu xalqimizning arasidan hükümet için yani xalqimiz için, davasımız için hizmet qiladigan har qanday qarindoshlarniki, çünkü bu yalg'izlam bizninkilar işimiz bo'lmaganligi uchun har qanday qarindoshimiz iqtidori bo'lsa va biz bu hükümetga men hizmet qilaman ve xalqimga, devletimga hizmet qilman deydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, kelgusida yana shu hükümetga iltimos qilishini mayli kichik vazifa bo'lsin, mayli cho'ng vazifa bo'lsin, muhim emas. Hizmet qilaman deydiganlar bo'lsa, iltimos qilishini umid qilaman. Hamda boshqa deydigan gapim qolmadi. Hammalarga rahmat. Ata biz şu zalda Sharq Turkiston Milliy Uyg'urish harakatininki va shularninki qo'llovchilarninki yordamchilarininki qilgan bir yillik niyozi qilayotgan bir ishibati şu Sharq Turkistondagi Xitoyninki vatanimizni sog'an lagerlarning, turmalarning va Bingtuan ishlab chiqarish majburiy ishlaydigan kamplarninki o'rinlarini biz bir yil niyozi şu satellitdan qarab tepib chiqdik. Shuni ata şu yerda bayonot qilamiz, press conference qilamiz. Bu yerga kelib atdeganda soat 9da kelib qatnashib turishinglarni umid qilamiz. Undan keyin soat 11:30da biz Sharq Turkiston Cumhuriyetlarininki mustaqillik kunini xotirlash bilan ham yana hozirgi Amerika parlamentidagi Uyg'ur kishilik huquq qonunini ijro qilish uchun Amerika parlamentining oldida namoyish va o'rinlashtirdik ve Amerika parlamentidan Amerikanınki tashqi ishlar ministrligiga qadar yurish qilamiz.
Hamda nima uchun tashqi ishlar ministri qadar yurish qilamiz desak, chunki biz ham bu yangi hukumatni jakalash bilan ham yana bizningki Sharq Turkiston xalqining irodasi mustaqillik ekanligini va bizningki davlatimizni ishg'oliyat ostidagi bir davlat ekanligini e'tirof qilishini va Sharq Turkistondagi zulmni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini chaqiriq qilish uchun ata soat 11:20 da Amerika parlamentiniki House tarafining oldida namoyish qilamiz va tashqi ishlar ministriga yurish qilamiz. Rahmat. Qayrindishimiz Salih Xudoyor rahmat. Thank you for Mr. Salih Xudoyor. Now, hozir qarindoshlar shu yangi saylangan rahbarlar ham kabinetning a'zolari qasam berdi. Now the newly elected leaders and the cabinet members will swear oath. Kamerani to'g'rilab qo'ydim. Parlament a'zosi bo'lish sifatim bilan davlatning davosini, mustaqilligini va vatanning, millatning bo'linmas butunligini qo'g'dishimga, qo'g'daydiganligimga, vatanning istiqlolini mudofaa qilishimga, qonuniy asosda huquqning oliyligiga va kishilik huquq prinsiplariga hurmat qilishimga, hurmat qiladiganligimga, Sharqiy Turkiston davlatining shon sharafini qo'g'dishimga, davlatni taraqqiy qildirish uchun butun kuchim bilan va or nomusim bilan xizmat qilishimga, Sharqiy Turkiston xalqi oldida Alloh nomi bilan qasam qilaman. Muborak bo'lsin. Hemimiz çekti. Gidin lan. Qarindoshlar, bugungi saylovimizga Amerikalik do'stlar qatnashdi, ham bilet sanash, kuzatish qatorliq ishlarda bizga
yordamda bo'ldi. Amerikalik do'stlarning Sharq Turkiston masalasi ko'ngil bo'lishi, buni yordam qilishi biz uchun intayin zarur. Shuning uchun hozir biz bugun bizga müşahir kelib bizning faoliyatimizga qatnashgan Doktor Anderson Kor efendimni ve Scott Gibson efendimni söz taklif qilamiz. Now we invite Dr. Anderson Kor give us a speech. Thank you. Nice. I just jotted down some notes for myself. I was just bringing it up. Again, it's such an honor to be here and to see a new democracy putting itself together and doing it from scratch. I mean, this is how every great democracy in history started. With just a few committed people, such as yourselves, who've come together to do a good thing. And I think if you look back in history, you'll see that the democracies that emerged in history weren't just there to create a government. They were actually there to do something. And you are here to do something for your people back in East Turkestan. And it is the incredible strain and human rights tragedy that's happening there, in a sense, that is bringing you all together into a cohesive new government, a cohesive new democracy. I'm very pleased to see my friend Saleh Houdiar elected Prime Minister. I think he's going to be amazing. I know him a little bit, and I think he's a very good choice. I think he will bring more youth into the organization, and I think that's critical right now, to expand and to use that youth energy, for example, that we see in Hong Kong, to use social media to get the word out about Uyghurs and other Turkic Muslims, and to influence well beyond Uyghur communities into US communities, Japan, Europe, and to try to bring those allies and resources back to the cause. You know, one of the things that I've noticed and I look for always when I'm doing my work and research is Chinese influence in organizations and Chinese influence in governments, and that's something that you guys are valiantly seeking. You're seeking to preserve your independence from China, but you're also seeking to preserve the independence of this organization from Chinese attempts to influence the organization. And I think that's critical. And I think that's critical for your future viability, for your future credibility. And I think that it's very, very important in terms of getting new allies, making people like Robert Spalding, who came earlier and gave a speech, feel comfortable here, that he is really among friends. He's not in an organization that's infiltrated by the Chinese. And I think that's very, very important. And I think it's great that you guys are doing a good job of really keeping those influences out. And if that means that it's not as big, that's okay. I'd rather have a very high quality small organization than a inefficient huge organization. And we see what the United Nations looks like today. It's allowed the Chinese in, it's allowed the Russians in, it's a very problematic organization. It can't get anything done because of that. The next steps, I think, for you guys, one of the next steps will be increasing your allies, trying to get more governments involved, trying to get more social movements involved, linking with the Hong Kong groups, the Tibetan groups, maybe the Falun Gong groups, people who
share a need to defend themselves from the Chinese Communist Party. Also, an organization that I'm part of, although I'm not here in that capacity, but the China Committee on the Present Danger of China, I think we'll see, but getting them more involved would be good too. And then lastly, I just want to say that I'm very inspired by what you're doing, and I'm always here to help in any capacity. Saleh has my number, and he will be calling upon me if he needs me, and if not, he won't. But I'm always there and happy to help. So, and happy to try to bring other people in to help too as needed. So thank you very much for the honor of being here today. It was an incredible experience, and I learned a lot, and I appreciate what you're doing for not just East Turkestan, but the whole world. Dr. Rahmat, thank you. Thanks for Dr. And növbette Scott Gibbonson efendimiz söz teklifimiz. Now we invite Mr. Scott Gibbonson. In our Christian Bible, there is a verse that says, if the master of the house had known what time the thief would come, he would have stayed awake and kept watch. People have been sleeping for a long time. Why were they sleeping? We don't know. We don't know. I have written some how I think they were brought to sleep. But now is the time to wake, not the time to sleep and not the time to think about why we were sleeping. What's happening now, has been building and building for years. Some oppression, some criticism, some inconvenience, little by little, new houses, old houses are torn down, new houses come up, new people come, a few people from outside come, everything is okay, and time passes. We're sleeping. And then suddenly, things have reached the point that they've reached today. Can they get worse? Of course they can. Of course they can. Because when no one stands up to fight, and to speak and to bear witness, then there is no way to prevent people who want to oppress. So you have taken great steps. You're now moving to that direction, that people are not looking to see your troubles. You have to show them. You have to keep telling them time and time again, day after day. I think you already have started that process. It's so important. It's no longer some human rights, some government to government. Now it's got to be people. It's got to be mass awareness so that people understand this terrible atrocities, terrible crimes, terrible horrors. These are not a dream. We're awake. These things are happening. How can they happen? How can they happen? So we observe your peaceful, your orderly, your democratic process in these last 2 days. God bless you for it. Who can look at this, an oppressed people, people who are suffering greatly, and yet you are following such a peaceful and orderly path? God bless you for that. God bless you for that. Now we need friends. We need people to help, but we need to make them aware. Maybe the first time they won't understand. They can't believe it. How could such things happen? How could such things happen? But now you've elected a new leadership. And your new leadership, it's amazing. You've given up your time. You've spent money. You've made an effort to come. And now
you're embarking, it's not the end, you're embarking on a new period of your organization. You're fighting for your people. You're fighting for your people's survival. Not just for a nation, but for your people's survival. I read a book recently. It was a pretty popular book called The Virtue of Nationalism. It was written by an Israeli. And he said, if our people, our Jewish people, had had a nation, the Holocaust, the terrible horrors of the Nazi period would not have happened to us. But we had no nation. How could we organize? So I know that now you need to think about your nation, and you also need to think about saving your people. And remember, there are good people there in this country and around the world, and they will make common cause with you. They will respond to you, but you have to be persistent and keep coming and making them aware. Don't lose faith. Keep up your energy, and God bless you all. Thank you. Scott Gibbons, efendim rahmet. Thanks for Mr. Scott Gibbons. Ahırda devlet reisi G'ulom Majkan söz kıldı. Now our meeting come to the end. So at the end, the newly elected President Mr. Ghulam Usman will give a speech. Let's welcome. Assalamu alaikum. Şarkı Türkistan sürgündü hükümetideki barlık sepdaşlarım. Şundakla dünyanın her kayısı caylarından ekran arkalık bu sahnimizde körevatkan barlık Şarkı Türkistan halkı. Biz bugün yeni hükümet kabinetini kurup çıktık. Bu aldığımızdaki tötüşülük için müşkül bir vazifeni üstümüzde aldık. Bu müşküllük aldığımızdaki büyük düşman Xitay Komünist hükümetinden başka nurgun okşamagan tosalgıla, buzgunçulukla, şundakla düşünüşmesliklerden kelip çıkan hatta halkımızın ta'tir düşüncelerini öz içine aldı. Biz muşundaq bir qiyin şaraitda bu vazifani üstümüzge aldık. Allah işimizni asan qilgay. Qarindoshlarımdan ümidim düşmanning fitnalariga e'tibor qilmasdan her kim o'zi hükümetimizge yaqinlashib bevosita ta'siroti orqali hükümetimizning g'oyasini, hükümetimizning ichki ahvolini, qiyinchiliklarini, jasoratini, umidlarini, shundaqla imkoniyatlarini tushunib beqib, undan keyin baho bersa, aldirab ketmay, dushmanning tepaga usul o'ynamasa degan ümidim var. Bu halkımızga qartilgan ümid. Endi bu yerde ortağan ve bu sorunga kelish imkanı bulmagan dünyanın her qaysi joylaridagi sürgünde hükümet a'zolaridan ümidim biz endi ichki majralarni tashlayli ve o'zaro talash tortishni qo'yib xizmatga kirishayli. Her kim qo'lidan nima kelsa
şunu kıysın. Kur'an-ı Kerim'de ve bu dini itikadımızın asasi prensipleri da Allah bendelerine kötürenmeydiğen yük atmaydı degan ayet var ve bununla biz işimiz her kim özü kılalığanını kıysın. Muşunu bilen tama köl tola dep nurgun hizmet, nurgun netice barlık geldi. Lekin biz bunu mu kılmasak, kıyığını buluduğanını mı kılmasak, o halde biz koruk şuvarçığa ayrılıp kalımız. Milli müstakillik körüşü resim ilan kılış emez. Lozung götürüş bilen çeklenmeydi. Biz kılıdığan nurgun hizmet var. Kılışkı tegişlik behesap hizmet var ama imkaniyet ve şarayit yol koymaydı nurgullarga. Bizning imkanımız yok. Şundakla taşqi muhitmi bununla münasip emas. Ama biz kılalaydiganmi yana nurgun iş var. Muş işlarni çokum kılışımız gerek. Her kim koludan kelgen işini kılış bilen bille şundakla bir-birinin işiga tutlaşmay, bir-birinin işiga toğru muamele kılış, yardım beriş, bir-birini kollaş. Bu hükümet azalarının vazifesi müürünü getirip naydı uzaktaki müşkül davallarının akısıdaki aşın işanı qarab ilgirleşni ümit kılaman. Qarindaşlarımның mana bu vazifani belgiliki bir tarafı şarap bolsa, yana bir tarafı intayin qo'rqinchli. Bu qo'rqinch mas'uliyat tuyg'umdan manbalangan. Çünkü biz itiqadlik bir xalq. Bizning itiqadimiz bo'yicha bir gruppaga mas'ul bo'lgan odam shu gruppadan so'roqqa tortiladi. Bir hadisde her kim öz padasından mas'ul deyilgan. Bu pada şu anda men uchun hem o'ttag'an habisonlar barliq hukumat a'zolari bo'lsa, shundaqla Sharq Turkiston xalqi. Bu kadar yoğun yük meni tugashtirib yutishi mumkin, ezib yutishi mumkin. Onun için her biringlarning yardımlarga muhtajman, qo'llashinglarga, quvvatlashinglarga muhtajman. Xuddi Hazreti Ömer degandek, Iroqning cho'lida bir eshak ochliqdan o'lib qolsa, mendan so'raydi deganga o'xshash. Sharq Turkiston davosidagi ko'rilgan har qanday bir falokat kaydı boyunca aldı bilen menden soruldu. Bu kadar mesuliyet bana ağır geldi qarindaşlar. Eğer ötmüştükidek olsa ben buna herkes götüremeyim qarindaşlar. Şunun için her birinla bana kol ayak oluşumla medetkar oluşumla lazım. Sıladan kütüdüğün ümidim şu. Şundakla hükümetimizin obrazını yaxşılaş için her bir sonla halis teşvikatçıga ayrılıp halkka bunu doğru düşündürüşünle oturdaki fitnelerini yokutup halkın gözünü açışta halis teşvikatçı oluşunla ümit kılıp Allah'a rahmet ve ekran alıdaki köpçülük halkımızga rahmet.
Undağız qarindoshlar, aldı bilan G'ulom Hojimamga rahmat. Thanks for Mr. G'ulom Usmon. Qarindoshlar, bugungi yig'in o'sha yerda oxirlashdi. Endi mana yig'indan keyin bu yerda bir butun parlament a'zolari rasmlarga tushib xotirga to'saq bo'ldi. Bundan keyin endi bizning ixtiyoriy faoliyatlar pasaq bo'ldi. Endi ati bo'lgan ishni Salih Xudoyor e'lon qildi va shu bo'yicha bo'ldi. Today's meeting ended here. We thank you for all of you come and attend today's meeting, and now we can have a free activity. Thank you. Yeah. Group photo. Thank you. Kız bir tane. Ben de kızım. İki tane. Ama değil sensin. Oğlan, kız. Oğlan. Kız. Go. Kira. I'm not official. They asked the Prime Minister. Is my hat Emmiz chiqib ekan. O'sha tatdim. Başı onda tadı.
I was standing next to the flag. Oh, it's an honor. Oh, that's fine, yeah. Yeah, I looks like I look too serious, but it's okay. Is the flag showing? Okay, look at the flag. The flag. Oh, you can see a little bit the flag here, this one too. Yeah. You can see this too, okay. It's good, mashallah. You like this? The picture was good, right? You can see it. Oh, the picture, photo. Let's just show. Assalamu alaikum qarindoshlar. At 8:30da mushada bulab bulanlar breakfastga, tamoqqa. Nashtimiz 8:30dan burun bo'ldi. Mal 9da yig'in bo'lib qolsa, yig'in ichib qolsa, nashtini ondan burun qilib bo'lmaydi. Planlanmanglar. Eli YouTube'da.